Assalomu alaykum. Saroy bozor kanali obunachilari. Mana bugun Donyorbek ukamizning fermalariga yangi partiya mollar kelgan ekan. Hozirda ularda bir qator ko'rsatib o'taman va Donyorbekning shogirdlari Shuratjon bir qator narxlari bilan tanishtirib o'tadilar. Xudo xolasa mollar bomba. Shuratjon, bugunga nech bosh? Bugunga 11 bosh. 11 bosh. Metriniz bormi qo'lingizda? Metr bor. Metr bo'lsa bir boshqatdan o'lchab ko'rsataychi. Ana shu birinchi dog'i Paxmaxvoydan, Polvondan, polvonidan. Orqa boshlari ham o'ta bo'lakcha ekan. Kelishgan. Qirg'iz gibridda var ya. Qirg'iz gibrid desa ham bo'laverar ekan. 20 ga olishaveradi. 120 ga olishaveradi. Narxini ham aytib ketdingiz sirazi. 16 million 800 ga o'tib beramiz. 16 million 800 ga hayri bor, ha? Hayri bor, chiroyli o'tib beramiz. Keyingisichi? Keyingi shvetimiz. Shvetimiz. Keyingi shvet. 22 ekan 20 ga olishaveradi. 20 ga olishaveradi. Ana shuni 18 plyusga olsin. 18 plyus olishaveradi. Narxini ham bir yengil qilib aytingiz Shvetda. Narxi 16,5. Yengil. 16,5 yengil. Ha, hayri Barak. beramiz, ha. Hayrini qilib berasiz, ha? Hayri qilib beramiz. Keyingisichi? Lekin ana shu o'ta uzun mol ekan bor. O'ta uzun. Bu 20. 5. 125, ha? Bir 22 ga olishaveradi. 122 ga olishaveradi. 120 ga olsin. Avaz 20 plyus olishaversin. Ha, 120 plyusga olsin bo'pti. 20 plyus. Narxchi endi buni. Shuratjon? Ha. 16 million 700 hayrini qilib beraman. 16 million 700 Ha, qayerni qilib berasiz, ha? hayrini qilib beraman. 16,5 deng shuni. 16,5. 16,5 hayrini qilib bering. Ozgina. Sunnatiga o'tib berasiz. 20. 20. Uni ham o'lchab qo'ying sirazi. Yo'q, 20 plyus ekan. 20. 18 plyusga olsin bularda. Ha? Narxini aytib o'tingchi endi Qizilundan Shvetda. Ikkovi aka bir yerga bo'ladigan bo'lsa, hop. 16,5 dan olishaveradi ikkovini. 16,5 dan hayrini qilib berasiz, ha? Hayrini qilib beraman. Yengil. Hayrini qilib beraman. Shuratjon? Evet. Keyingi targ'ildichi? Mana bu targ'il. Targ'il oqdim shu xudo xolasa aka ukalar. Bu ham hujjat narsa 20. 20. Ha. Yag'i Shuratjon noto'g'ri o'lchadingiz buni. Qani bitta ko'raychi. Gerdan ham bayağı o'tdi. Bu biri 15 plyusga olsin, 20 deman Shuratjon. Bir 15 masi. Biri 15 plyusga yuradi deng. 18 ekan, bir 15 plyus. Biri 15 plyusga yuradi deng. Bo'ldi. Ha. Narxini aytib o'tingchi. Narxi buni o'zi bo'ladigan bo'lsa 15 million 800. 15 million 800 hayri bor, ha? 15,5 qilaylik Shuratjon mana shuni. 15,5 ozgina sunnatiga o'tib berasiz. Mana shu targ'ildi. 15,5 ga. O'ylanmang, 15,5 sunnatiga o'tib berasiz. Sunnatiga o'tib berasiz. 15,5 sunnatiga o'tib berasiz. Keyingisichi? 15 ekan, bir 15. Biri 15 mi? Ha. Bir 15 ga olishaveradi. Tamam, biri 15 ravnaga olishsin, ha? Plyus milisi yo'q. Narxini aytingchi? 15 million 300 yengil hayrini qilib beramiz. 15 million 300 yengil barakasini beriladi sunnatiga, ha? 20 ekan. 18 ga olishaveradi. 18 plyusga, 15 plyusga olsin shu ikkalasini ham. 15 plyus olishaveradi. 15 plyusga olsin ikkalasini ham. Keyingisi narx qorani. Buni 16 demaymiz, 15 million 700 o'tib beraman. 15 million 700 hayri bormi? Hayri bor. Shuratjon? Shuni hamchi? Ha. 15,5 qilib sunnatiga o'tib berasiz. Ozgina. Bo'ladimi? 15,5 qilib o'tib bermaylik. Mana bu narindan kuchli-da. Mayli. 15,5 sunnatiga o'tib berasiz. 24 ekan. 20 ga olishaveradi. 20 ga olishaveradi, ha?
aka-ukalar 18 ga map qo'yibsizlar shuni. Bu bo'y muhim emas. Bo'y muhim emas. Avvalo molni sifati va tuyoqda turgani. Tuyoqda sotilgandan keyin kilani o'lchab, bo'y alanli emas. Xudo xolasa mol sifatini ko'rib turibsizlar. Aka-ukalar. Narxini aytingiz Shuhratjon. Ana shu olani. Ola shoxlarning narxini aytingiz. Kuchli hozir bu ashi. 4-da bu. Tushunlikka O'tib beramiz. 16 ga o'tib berasiz. Chiroyli. 16 ga chiroyli o'tib berasiz Shuhratjon. Keyingisichi qizil shved. 18 ekan. Buni 15 minus qolishaveradi. 15 plyusga olishaveradi. Nech pul deysiz shuni? Buni 15 million 400 qilib beramiz. 15 million 400 sunnatiga o'tib berasiz. O'tib beramiz. Endi mana bittasi bora bor. Qarang. Sal bahroqqa suring shu molni orqa boshlarini ko'rsataychi. O'ta go'zal. Go'zal ekan-a. Shuncha mol ichidan birinchi shuni tanlaydigan ekan-a. Go'zal. Qani? Bo'ylar necha chiqyapti? 19 chiqyapti. 19 chiqyapti. Biri 16 plyusga olsa buni, ha? Narxini ayting shu yerda. 15 million 800 ga hayrini qilib beraman. 15 million 800 ga hayri bor, ha? Xudo xolasa aka-ukalar, Mollar вообще zo'r. Narxi ham qulay. qulay, narx qulay bo'ldi narxlar. Aka-ukalar, xudo xolasa mollarimiz ko'rib turibsizlar. Oq tumshuq, bitta qora bor ekan, o'zi ham qap-qarada. Shu oyog'idan boshqa joyida oq yo'q ekan, qap-qara. Qolishmaydi oq tumshuqdan, oq tumshuq. Aka-ukalar, oq tumshuq deganimiz sababi oq tumshuq mol xo'ra bo'ladi. Inaketib ozgina suyagi buzuq bo'ladi. Suyagi buzuq bo'ladi degani sababi o'sishga molni buni hali nimasi bo'ladi? Suyakli mol deydi-yu, shunday bo'ladi. Chicha gavdasida farqi bo'ladi. Baribir oq tumshuq molni eti yaxshi bo'lib turaveradi. Bozorlarga chiqqaningizda ko'rsangiz, oq tumshuq molni eti ozgina baland bo'ladi. Sababiki xo'ra bo'ladi. Uncha hasha tanlamaydi aka-ukalar. Xudo xolasa kanalda bardavom bo'ling. Like, podpiskani gumillatib. Boshmaka ona 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 6 tasini bir yerga tortamiz degan ekan, chiroyli qilib hayrini qilib beraman. Nech puldan? 6 tasini, mana shu 6 tasini. 6 tasini 15,5 dan chiroyli hayrini qilib beraman. 15,5 dan sunnatiga o'tib berasiz, ha? Beraman. Hop, hammasini olsa 15,5 ga har biridan o'tib beraman. Agar ikkita tanlab olamiz desa, hop, mana uni 15 million 800 qilib beraman. 15 million 800 qilib berasiz. Agar o'zim chiqarib beraman, buni bittani chiqarib beraman. 15 million 300 ga chiqarib beraman. 15 million 300 ga chiqarib berasiz, ha? Aka-ukalar, bu aytilgan narxlar, ha, aytilgan narxlar aytilganligicha qolmaydi. Xudo xolasa telefon qilib kelishib olaverasizlar. Ozgina bozorini qilib, xudo xolasa olaverasizlar. Yo'lda qilib beriladi, o'tib beriladi. Bu narxlar aytilgancha qolmaydi. 5 tasini. Hop, Bir yerga tortamiz desa, 16,5 dan chiroyli hayrini qilib beramiz. 16,5 dan hayrini qilib berasiz, ha? Aka-ukalar, xudo xolasa narx bomba bo'ldi. Mana shu molni ko'rganda o'zi tushunib olaveradi aka-ukalar. Lekin mana shu mol nihoyatda kuchli mol ekan. Kuchli. Aka-ukalar, videomizga yakun yasaymiz. Like bosishni unutmang. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qolinglar aka-ukalar. Obuna bo'lmay ko'ryapmiz aka-ukalar. Prosmotr Xudoga shukr zo'r bo'lyapti aka-ukalar. O'tkazmay ko'rib, prosmotrni yaxshi ko'taraylik aka-ukalar. Sizlarga yaxshi mollarni chiqarib berishda bardavom bo'lamiz. Kanalda bardavom bo'linglar akalar. Xudo xolasa bizning kanalimiz yangi akalar. Padishka qilib tursalaring, xudo xolasa yaxshi narxlar yengillayveradi. Yaxshi mollar chiqarib berishda bardavom bo'lamiz aka-ukalar. Mollarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa shu bugun kechga yangi video chiqarib beramiz aka-ukalar. Chiroyli videolardan chiqarib berishga harakat qilamiz. Simetal chiqarib beraman deb oldingi videomda aytgandim. Simetal chiqarib beraman deb borsam, simetal hammasi bir joyga sotilibdi. Olgan odam aytdiki, buni video qilmaysan deb aytdi-da. 60 ta simetal kelib qolgandi. Shuni video qilgani borsam aka-ukalar og'izdirmadi. Bir joyga sotilibdi simetal. Shunga sizlardan uzr so'raymiz. Xudo xolasa chiqib bo'lsa 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib qo'yib beraman. Aka-ukalar, kanalda bardavom bo'ling. Videoni o'tkazmay ko'ring oxirigacha. Like bosishni unutmang.
Xudo xolasa biz videomizga yakunlaymiz.